Assalomu alaykum, hurmatli psixologlar, psixolog bo'lishni xohlagan mutaxassislar, umuman psixologiya sohasiga professional darajada qiziqayotgan opa-singillarimiz, hamkasblarimiz. Bugun sizlar uchun men art terapiyaning yashirin qirralari haqida, u mijozga qanday yordam bera olishi mumkinligi haqida maxsus dars tayyorladim. Agar siz bunga tayyor bo'lsangiz, yaqinroq keling. Bilasizmi, art terapiya nima degani o'zi? Ko'pchilik art terapiyani qandaydir bir rasm chizish yoki qandaydir bir chizmalar bilan shug'ullanish go'yoki juda ham yengil terapiya turi hisoblaydi. Aslida art terapiya ong ostini butunlay ochib beradi ekan, terapiya jarayonini tezlashtiradi ekan va mijozning ichki holatini psixolog tushunishida yordam beradi ekan, eng zo'r yo'nalish hisoblanadi. Aynan men art terapiyani o'rganganimga va shogirdlarim bilan, mijozlarim bilan konsultatsiyalarda, terapiyalarda buni metodlardan foydalanganimdan juda ham xursand bo'laman. Aynan art terapiya orqali menda o'zimga, kasbimga bo'lgan ishonchim oshgan va har qanday savol bilan keladigan mijozga yordam bera olishimdan doim faxrlanaman. Ana endi mana shu narsani ham sizga o'rgatmoqchiman. Bilasizmi, art nima degani? Art bu san'at, terapiya bu shifolash, ya'niki san'at turlari bilan san'at orqali shifolash degan ma'noni anglatadi. Art terapiyani 10 dan ortiq yo'nalishlari bor, ya'niki bitta katta daraxt deb oladigan bo'lsam art terapiyani, uning yo'nalishlarini, ya'niki turlarini turli shoxlar deb olaman. Chunki shoxlarning ichida ham yana kichkina mayda yo'nalishlari bo'lishi mumkin. Aslida art terapiya ham alohida bitta olam. Va aynan mana shu chizish, yasash yoki makartalar, umuman bo'yoqlar orqali, qum terapiyalar orqali ishlash orqali siz mijozni sizga ayta olmayotgan hislarini ochib berishda yordam berasiz. Birinchi o'rinda bu nafaqat mijozga, balkim hattoki psixologga ham ishini samaradorligini oshirishda qo'l keladi. Keling, misol men sizga hozir bitta mini diagnostika aytaman. Agar oldingizda qog'oz bo'lsa, agar qog'oz bo'lmasa pauzaga qo'yib, hozir borib olib keling. Qog'oz bo'lsa qog'ozni oling va ayni damdagi holatingizni ifodalovchi rasm chizing. Istalgan rang bilan, farqi yo'q. Misol uchun men o'zimdagi holatni bo'lishaman. Misol uchun mana men hozirgi holatdamman. Kayfiyatim yaxshi, to'g'rimi? Demak, men mana gul, ko'k gul. Demak, ko'k odatda psixologiyada sokinlik ramzi, gul esa ayollik va ichki sokinlik. Meni kayfiyatim yaxshiligi, meni kayfiyat ko'taradigan biron bir narsa istayotganimni bildiradi. Aynan sizda ham nimadir chizilgan, ko'p, to'g'rimi? Aynan mana shu chizgan holatingizda yo'q bilishingiz mumkin. Har qanday rasm insonning ichki holatini aks ettiradi. Ba'zan mijoz sizga aytadi, "Menda hammasi yaxshi" yoki "Erim bilan nimadir boshqacha, bilmayman" yoki "Oilangizda holat qanday?" desangiz, "Menimcha yaxshi". Lekin agar siz unga oila rasmini chizdirsangiz yoki maxsus biror bir proyektiv test bersangiz, uni rasmidan asl oilaning holatini bilib olishingiz mumkin. Yoki boshqa biror bir proyektiv test orqali ham. Art terapiyani afzalligi aynan mijozlarni ochishda, o'zingizni ochishda juda ham qo'l keladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, aynan ong ostiga yashirin vaziyatlar, holatlar, u uchun go'yoki tinch bo'lib turgan narsalarni ham aynan chizish orqali siz oson, yengil mijozga diagnoz qo'yishingizda, tahlil qilishingizda va terapiya berishingizda yordam beradi. Art terapiya faqatgina diagnoz uchun emas, balkim terapiya uchun ham juda ham zo'r yo'nalish. Sababi aynan men mijozlarimda natijaga chiqarish samaradorligini aynan art terapiya orqali amalga oshiraman. Chunki art terapiya bu ham bir meditatsiyani turi. Insonning ongini alfa holatga tushiradigan, teta sostoyaniya, ya'ni teta holatga tushirishda yordam beradigan eng maqbul usullardan hisoblanadi. Aynan mana shu bo'yoqlar bilan ishlagan paytida butun fokusi qayerga ketadi? Ranglarga ketadi. Aynan miyamizdagi aks etish neyronlari, zirkalli neyronlarning evaziga mana shu bo'yash,
jarayonlari, chizish jarayonlari, bitta holatni boshqa holatga transformatsiya qilish jarayonlari mijozni ong ostida avtomatik ravishda transformatsiyani amalga oshiradi. Zora, ya'ni siz so'zsiz mijozingizni shifolanishida, yangi darajaga terapiya bo'lishda yordam berasiz. Art terapiyada juda ko'p yo'nalishlar bor, aytib o'tdim. Ulardan biri men yaxshi ko'radigan va meni mijozlarim juda ham sevadigan, hattoki auditoriyam qiziqadigan yo'nalish bu mak-kartalar bilan ishlash. Mak-kartalar bular metaforik assotsiatsiyatsiya karta hisoblanadi, ya'niki sizni ong ostingizdagi bloklarni, vaziyatlarni, holatlarni, siz so'z bilan anglamayotgan ayrim vaziyatlarni aynan rasmlar orqali tushunishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men sizga bir dona karta ko'rsataman. Kartani ko'rishdan oldin ichingizda ayting. Hozir menga nima kerak? Hozir menga nima kerak? Mana rasm, diqqat bilan qarang. Istasangiz yaqinlashtirib qo'ying. Hozir sizga nima kerak? Sizni holatingizda nima kerak? Mana bu karta sizni ichki holatingizni ifodalaydi. Albatta mak-kartalar bilan ishlash, mak-kartalarni to'g'ri foydalanish, buni ham o'ziga yarasha texnikalari, bilimi, ko'pgina darslari mavjud. Bizni sahifamiz orqali, darslarim orqali buni o'rganishingiz mumkin. Meni shogirdlarim bundan to'g'ri foydalanishni juda ham yaxshi bilishadi. Agar sizdan ko'pgina reaksiyalar bo'lsa, agar sizdan aynan mana shu mak-karta bo'yicha bizga bitta bo'lsa ham texnika o'rgating degan reaksiyalaringiz bo'lsa, izohlaringiz bo'lsa, albatta bu bo'yicha men sizga dars tayyorlayman. Sizdan izohlarni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.